Haddami? Assalomu alaykum dada. Anchadan beri ko'rinmay qoldingiz. Tinchlikmi qilib? Tinch yuribman. Ishlarim rosa ko'p edi. O'zingda nima gaplar? Voy, menda tinch. Eshitdingiz, mani bivshiy keliningizni itday savalab kimdir bolasini tushirib qo'yibdi. Eshitmadingizmi? Eshitdim. O'shancha yoningga keldim-da. Nimani hal qilish kerak dada? Hal qilamiz. Men buni ushlab tur, qolganini keyin tushuntiraman. O'rta, senga ham og'ir keldi. Man qonun yo'qotgan bolam uchun bu isqirtlarning umrini qamoqda chirtaman. Tushundingmi? Men seni tushunib turibman. Sen ertangi kuningni o'ylamayapsan. Hamma taniydi ularni. Nustiga Jasur ekin ham xotirasini yo'qotgan. O'zlaringga ortiqcha muammo orttirmalaringni deyman-da. Doktor, bolam yaxshimi? Xolajon, bolangiz o'zlari keldilar, lekin hozir o'zlarida emaslar. Uyga olib ketsangizlar bo'ladi, lekin afsuski xotiralarini yo'qotganlar. Qachon kelishlari noma'lum. Rahmat doktor. Uyga olib ketsam, balki tezroq o'ziga kelib qolar. To'g'ri aytasiz, xolajon. Tajribamiz davomida ko'pgina bemorlar uyga ketgandan so'ng xotirasini tez tiklab olgan. Xavotir olmang. Rahmat doktor. Boringlarga shukr. Rahmat. Men haddami? Voy, bolajonim. O'zing keldingmi? Siz kimsiz?